Prezidentimiz qarori bilan tasdiqlangan taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida Termiz tumanida qo'shimcha 5 ta mahalla tanlab olinib, ularda infratuzilmani yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugun viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz tumanida mazkur mahallalarda olib borilayotgan ishlar, shuningdek avvalgi tashriflar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi bilan tanishdi. Xususan, mas'ullar tomonidan 5 ta mahallani o'zaro bog'lovchi markazda savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari, dorixona, bozor hamda maktabgacha ta'lim muassasasini qurish loyihalari taqdim etildi. Shuningdek, aholini tomorqadan samarali foydalanishga o'rgatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berildi. Tadbirkorlik loyihalari va infratuzilma ishlarini jadallashtirish, hududlarni yangi O'zbekiston qiyofasiga mos ravishda rivojlantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Odamlar mana katta trassa bo'ladi. Hamma avariya ko'p bo'ladi. Qaydan o'tib qaytadi? Ikkinchi etajini o'chirmasa, qanday kichkina berdik, siz kayfiyat beradi. Buzilgan hozir tekst düz o'rinli bog'chalar. Shuningdek, tumanning Guliston mahallasida sog'lomlashtirish maskani qurilishi loyihasi taqdimot qilindi. Loyihani takomillashtirish va qurilish ishlarini boshlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan so'ng Termiz shahrining Manguzar mahallasida barpo etilayotgan yangi Termiz City majmuasida ko'p qavatli turar joylar, ijtimoiy soha obyektlari va tadbirkorlik loyihalari qurilishi holati o'rganildi. Mas'ullar tomonidan qurilish ishlarining borishi, buzilgan turar va noturar joylar uchun kompensatsiya to'lovlari hamda majmuani muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlash ishlari yuzasidan axborot berildi. Bundan tashqari Kattabog' mahallasida ko'p qavatli uy-joylar qurilishi, shahar bo'ylab obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari holati ham ko'zdan kechirildi. O'rganish davomida bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish va iqtisodiy jihatdan